Salom do'stlar, men Great Gaming. Bugun sizlar bilan mana shu o'yin, ya'ni Craftsman Ultimate World o'yinida birgalikda o'ynab ko'ramiz. Qani, ketdik, let's go. Biz birinchi bo'lib mana spam bo'ldik daraxtning ustidan. Endi o'yinda ham boshlasak bo'laveradi. Hamma qiladigan ish birinchi bo'lib mana daraxt chopamiz. Bu aniq va tiniq. Men ham shu ish bilan shug'ullanyapman. Chunki katta daraxtligi uchun yaxshi mana shundan chopish, ko'proq daraxtga ega bo'lamiz. Shuning uchun bu sizlar vaqtlaringni olmaslik uchun men birinchi bo'lib chekkolab oldim-da. Keyin beristagi esa bolta bilan chopib, shu bilan ancha vaqt tejagan bo'laman. Mana endi crafting table uchun yog'ochni maydalab crafting table yasaymiz. Keyin beton cho'pak, keyin bolta. Ana endi hammasini kovlab olamiz. Xo'sh do'stlar, mana kovlab ham bo'ldim. O'zimga yetarli qilib. Unaqa narsalar ham kerak bo'ladi. O'yinda boshidan skelet. Qorong'i ham tushib bo'ldi. Biroz cho'chib o'ynayapman hardkore'gida. Bo'lganda skelet bilan jang qilgan bo'lardim. Hozir ichkariga kirib ketish xatoligini tushundim, o'shaning uchun okeanning o'rtasiga boraman. O'sha yerda sal zombilardan xoriroq bo'lar edim. Qayiq yasash kerak birinchi o'rinda. Men qayiq yasalmayapti desam, taxtam kam ekan. Taxtani maydalab olib, qayiqni sirasi yasab, verstay sindiraman deganimda orqamdan kelib zombi urdi. Keyin men ham u bilan jang qilishdi o'rniga suvga tushib suzib ketib qo'ya qoldim. Omad degani menda qangi bo'lsin-da, ketayotgandim. Suv tagida cho'kkan kema ko'rib qoldim. Hali uni ichiga kirishimizni ham ko'rasizlar. Cho'kkan kema, uni oldirog'iga borsam, uni tarafda qishloq. Meni boshidan omadim kelyapti, chunki uxlamasdan o'lib ketish hech narsa emas. Men uncha ko'p o'ynamaganman hardkore'da. 3-mi 4-mi o'ynashim. Qolgan 3tasida o'ldim. Bunisida endi bilmadim. Qanchagacha yashayman ekan. Ancha uzoqqa borsam kerak. Endi YouTube'ga video olyapman, harakat qilish kerak. Metta uxlab olamiz birinchi o'rinda. Tunda o'tkazib olish kerak. Deb ham bizga kerak bo'ladi, o'shaning uchun olib olganimiz ancha yaxshi. Boshqa uylarga ham kirib ko'ramiz. Endi ularni ham lootini ko'ramiz, chunki biz kuchayishimiz uchun ko'p narsa kerak. Temir, har xil narsalar, bronyalar, ustvoshlar, ancha-muncha narsa kerak bo'ladi. Biz hali Ender Dragon o'ldirishga ham borsak kerak, agar uzoqroqqa borsak. Yana bu o'yinni o'lib qolsam bilmadim, endi tugasa. Hardkore'da o'ynayapmiz, ko'rgan sezgan bo'lsalaring. Endi temirchining uyiga kirib ko'ramiz. Etdan sandiqdan nima bor u? Yaxshi. Shim va ikkita kirka. Qolgani musor desa ham bo'laveradi. Lekin nuda kerak bo'ladi ular ham. Endi esa chiqib galimni topish kerak. Ana galimni o'zi. Shetda ovqat yig'ish ham kerak. Lekin birinchi temir kerak. Temir ovulorish kerak. Temir galimni o'ldiramiz, shu yaxshi. Urib darrov tepaga chiqib olish kerak, lekin chiqolmay qolsam o'lib ketishim ham mumkin. O'yinimiz tez tugab qolishi mumkin, o'shaning uchun qochgani joy kerak. Yo'q, aql qocholmayman. Bunisi uy bo'lsa kerak. Sekin urib ko'raylikchi, agar bo'lmasa tezroq galimni urish kerak. Endi uyda eshik qayerda ekan, endi uni hozir galimni o'zi kelayotganidan foydalanib uyda ichiga kirib ketib urib o'ldirib tashlashim kerak. Uyda ichiga kirib olsam u kira olmaydi, ikki bo'lakka sig'maydi chunki eshik bor ekan. Mana ochib qo'yamiz. Tezda qochib ketgani. Galimni o'ldirib temirlarni olamiz. Endi sekin borib orqasidan uramiz. Endi yuguramiz, qochamiz. Uyda ichiga darrov. Ana endi galim kelish kerak. Tag'da nima bor ekan, eshikni ochib ko'raylikchi.
Sigirlar bor ekan. Endi haligacha kelmadi-ya, galiyam qarab ko'rak-chi endi. Qani? Yo'q-ku. Ana keldi. Voy, yaxshi kirib qolganim. Endi bolta bilan uramiz. Boltam sindi. Cho'pay bilan, hatto kirka bilan ham urib ko'rdim. Oxiri o'ldi. Endi undan 4 ta temir tushdi. Yaxshi, bu bitta paqir degani. Hali endi pechga esimdan chiqdi. Endi bettikni olib olaman. Mayli, endi ovqat pishirayotganman. Adashmasam ovqat pishirayotgan bo'lsa, bilmadim, kerak bo'lib qolishi mumkin ovqat pishirgani. Endi haligi kemaga borish kerak. Kemani ichiga tushib ko'ramiz. Birinchi bu yoq qaraychi, sandiq yo'q. Uncha ko'p sandiq yo'q ekan bu qishloqda. Ko'p qishloqlarda oddiy qishloqlar ekan ular. Mana bu yerdan ko'rinyapti sandiq yo'qligi. Xo'sh, qayerda edi endi u qayiq? Bunisi tarafda bo'lishi kerak, adashmasam. Faqat yo'q. Bu yerda ham sandiq yo'q. Bu yerda ham yo'q. Birinchi biz ovqat ham to'plab olishimiz kerak. Ovqat ham kerak, somon ko'rinmadi, lekin bu qishloqda fermerlar yerlaridan olamiz. Ekilganini ko'rinib turibdi. Buni ekilgan joydan boshqa hech qayerda somon yo'q. Bular terib olamiz. Keyin yasab ovqatdan muammo yo'q desak ham bo'laveradi. Yaxshi. Endi ekib qo'yamiz, mayli. Bu urug'larni tashlab yuborsam, bundan ko'ra ekib qo'ygan yaxshi. Baqayam. Ana bo'ldi. Endi bag'ini tashlab yuboramiz. 1 2 3. Ana. Yana bitta bo'lishi kerak edi shahardan. Yo'q, bag'da yo'q hech narsa. Bunisi tarafda bo'lishi kerak. Ana uyda orqasida ko'rdim. Mashit ekan. To'g'ri, buni ham olgan yaxshi-da. Ko'proq non degani bu. Olamiz buni ham. Bilib bo'lmaydi. Hardkorlamiz. Ochqa bo'lgan youtuber bo'lmaydi, yana hardkor bo'ldi. Yana buni ham ekib qo'yamiz endi. Buni ham ekib qo'yib, nimalar sotasan? Buqdan battar. Ekib qo'yish kerak tezroq. Orqada qoldi, yerda ham ekamiz. Endi urug'larni otib yuboramiz. 1 2 3. Ketdini. Endi qayiqda kemani topsak ham bo'laveradi. Qayiq xizmatdan kema ham yetib turibdi. Xo'sh, etga qanday kirsak bo'lar ekan endi? Paqir yasab bo'lmasa kerak. Qayiq chuqurroqda ekan qayiq. Tushamiz qayiq oldiga. Birinchi taxta yasab verstak qilib olsaydik ancha yaxshi bo'lardi. Verstak endi tushamiz. Ketdik. Eshigiga qaradi ekan endi buni. Xo'sh. Eshik yasaymiz. Eshik hozir o'lamiz agar. Yo'q, bu bedrock education'da ishlamas edi. Eshik esimdan chiqibdi. Java emas, men bedrock o'ynayman, telefonda o'ynayman. Kompyuterda emas. Bilmaganlar uchun kompyuterdagi Java, bedrockdagi telefonda bo'lsa bedrock. Shunaqa. Bedrock edition'da bu ishlamaydi. Yaxshi, blok qo'yib ichini tozalab kirgan yaxshi. Hozir bir chekkaga o'tib blok yig'amiz endi. Mashit bo'laveradi, yaxshi. Mana shu yer. Loy bo'laveradi-da, loy yaxshi.
tez olinadi. Undan ko'ra men bitta lopatka yasab olsam, undan ham zo'r bo'ladi. Buni yasab olamiz. Qorni ochiq ekan Minecraftda. Endi bu nonni yeb olib, qornimizni to'ydirib, jonimizdan to'ldirib olamiz. Ag'da havosiz o'lib ketishimiz hech narsa emas. Endi lopatkani olib, tezroq yerni kovlaymiz. Mana 1 2 hozir tezlashtirib tashlayman buni. Yaxshi. Bizga bir stakcha yetib qolsa kerak, yana bilmadim. Undan ko'proq kerakmi? Bir stak yetib qolsa kerak. Yaxshi, qani buni ham olaylikchi. Bizga qancha bo'pti o'zi? Bir stak bo'lib qolgandir. Ketadi. Yaxshi, 2 stak yetdi. Zo'r degani. Endi sizlarga xaritani olgunimcha bo'lgan vaqtda tezlashtirib tashlayman. Sizlar uchun mana shu ko'rayotgan 5 minutlaring men uchun 5 soatdek o'tdi. Endi esa men sizlar uchun bitta qo'shiq qo'yib yuboraman, zerikmasliklaring uchun. Maza qilib eshitinglar, videoni ko'ringlar. Obuna va like bosinglar. Mana axiyri men o'sha xaritani ham bo'ldim. Endi tepaga chiqamiz. Tepaga chiqib o'sha xarita belgilagan joyga yetib borib, bir amallab xazinani toparmiz. Tepaga chiqaylikchi. Hozir tun bo'lsa kerak, haligida ko'rgandek bo'ldim. Mana quyosh botayam deyapti. Xo'sh, endi biz xaritani qo'lga ushlab olib, yaqinroq ekan borib xazinani topib, ichidagi bari olmoslarni olamiz. Ketdik endi. Kech ham tushyapti. Uxlab ham olish kerak. Kemaga chiqamiz. Kech tushdi, undan ko'ra uxlab olganimiz yaxshiroq birinchi. Kechqurunda yurgim kelmayapti meni, chunki zombilar o'ldirib tashlashi mumkin. Shu bilan tugaydi agar bizni videomiz. Hardcore o'ynayapman, chunki bo'lmasa o'shatdan tirilib Ender Dragon yutguncha o'ynaymiz. Maqsadimiz o'zi Ender Dragon, lekin Ender Dragongacha yetib olmasak kerak. Mayli, olmos topish qilaveraylik. Shu xazinani ochib olib, xazinani ichida agar olmos bo'lsa ham kerak, olib missiyamizni bajargan bo'lamiz. Keyin uy quramiz. Keyin qishloqda yashab qolamiz. Xo'sh, yaqinlashib qoldik. Sohil tarafdan yursaylik topamiz ekan. Ana chiqib qoldi. Yaxshi. Xo'sh, endi ana yaqinlashyapmiz. Sohilga yaqinlashdik. Endi buni shu tarafga. Xo'sh, mana shu yerga to'xtaymiz endi. Qayerda? Bu qayerda? Suvda ostida ekan. Qani ko'raylikchi. Suvda ostida. Qayerda? Mana dumaloqni oldida bo'lishi kerak.
Metni kovlab ko'ramiz, suvda kovlash qiyin. Yo'q bo'lmasa tepaga chiqamiz, jonimiz ketadi hozir agar. Bu yer kemadan ham chuqur ekan, o'sha kemaga qo'llagan ishimizni bu yerga ham qo'llaymiz. Atroflarini loyqa bilan o'rab, tepasini yopsak, ichiga havo to'planib qoladi. O'sha havodan foydalanib biz ana shu sandiqni topamiz. Birinchi sekindan tushib olib, bitta-bittadan yonlarimizni yopishimiz kerak. Lekin qo'ymayapti, jonimiz ketib qolyapti. Birinchi qorin to'yg'izgan yaxshi. Joncha to'plansincha kutaylik. Mayli, ketdik. Qani, uch tarafdan zombi ham kelyapti. Voy, yarimta yurak, yarimta jon. Sal qoldi tugashiga. Bundan saboq chiqarish kerak. Jonni to'ldirib olamiz. Oxirigacha to'lsin, bo'lmasa o'lib ketamiz haliginga o'xshab. Pechka topib, go'sht topib, ularni pishirib, yeb, qorinni yaxshiroq to'ydirish kerak. Hozir mana qorin to'ydirdik. Endi jon to'lishini kutyapman. Shu orada to'lib qoladi. Shu bilan pastga tushamiz. Ungacha biz ichkarida ovqat qidirib turaylik. Molmi, qo'ymi, shularni go'shtini olib pishirib yeymiz. Birorta hayvon yo'q, lekin topish kerak. Mayli, u buzoqcha, lekin bundan go'sht tushmaydi. Keyin bu yerda tosh bor ekan. Bu yerda shaxta deb o'ylasam, yo'q, shaxta emas ekan. Jonimiz to'ldi. Endi tushib ko'ramiz. Tezda tushib, tezda chiqish kerak, chunki chuqurligi uchun havo yetmay qolyapti. Xo'sh, mana hozir tezda qo'yib, tezda chiqamiz. Bo'ldi. Endi chiqamiz jonimiz ketmasidan. Va ulgurdik. Endi sirazi tushamiz-da. Yo'llarini darrov bekitamiz. Keyin yana bir marta tushib, unisi tepalarini ham bekitamiz. Hozir bekitib olish kerak. Havo yetmay qolyapti. Tezda chiqdik. Jonimiz yana ketyaptimi? Ha, 1,5 jon ketdi. Havo to'plab bo'ldi. Endi yana tushamiz. Tezda darrov yopamiz. Loy tugadi. Loy ham shuna payti tugaydi. Aynan bu ham. Xo'sh, olamiz. Inventardan olib loyimizni 12 ta bor ekan. Bu yetib ortib ham qoladi hali. Yana havo to'playmiz. Pastga darrov bet yopamiz. Betni tepasini yopamiz. Chiqamiz endi tepaga. Yaxshi. Endi aytdi zombi ham turibdi. U bilan ham kurashish kerak hali. Kelib qolsa, u ham hujum qilishni boshlaydi. Kamiga suv ostida. Undan ko'ra qonimizni to'ydirib olganimiz yaxshi. Bitta non bo'lmaydi. Undan ko'ra go'sht topamiz. Qonimizni to'ydirib, keyin shu pastga tushamiz. Ungacha anovi ham kelsa kerak. Ana yerda qo'y ko'rdim. Qo'y spawn bo'pti. Qo'yni o'ldiramiz. Yaxshi. Endi yana birortani cho'chqa turibdi. Ularni ham yebdan yaxshi. Cho'chqani o'ldiramiz. Go'shtini olamiz uni ham. Ularni ham terib olamiz. Bular pechkani yoqqan kerak bo'ladi hali. Bunisi cho'chqani ham o'ldirib go'shtini olamiz. Xo'sh, yaxshi. Ana endi pechkaga tosh kerak. Men shu joyda pechkam borligi esimdan chiqibdi. Tosh kovlab bo'lganimdan keyin ko'ribman pechka borligini. Tosh kovlaganimni ham ko'ringlar. O'zimga ham rosa kovlabman-da, lekin esimdan chiqibdi, lekin pechka olganim. Inventarimga e'tibor ham berganim yo'q-da. Tosh kovladim. Bir 15 tacha tosh kovladim. Undan ham ortiq bo'lsa bo'ladi.
Keyin inventarimdan verstayni olaman desam, pechkam bor ekan. Pechkamni olib qo'ydimda, shunda pishirdim keyin. Birinchi qo'ydi go'shtini. Keyin cho'chqani go'shtini pishirib oldim. Bularni yeb, o'zi qo'ydi go'shtiga to'yib bo'ldim-u, shu bilan tushib ketdim. Qolgani kerak ham bo'lmadi. Shu bilan darrov tushamiz-da. Ustimizni bekitib olamiz. Yoqalarni olib. Endi sirasi tushamiz. Bu tarafini bekitishimiz kerak. Mana shu tarafini bekitsaylik. Ichini ham to'ldiramiz, chunki ichiga tushib, keyin ko'lab tashlaganimizda ichida havo bo'ladi. Shu joyda esimdan chiqibdi. Buni ust tarafni ham bekitib olish. Havo to'plab bo'lib, endi pastga tushamiz. Tushgandan keyin sirasi tepani yopib, endi mana ikkovi blogdek kavlab tepasiga tursak havo bo'ladi, adashmasam. Buni birinchisi ko'ladik, ikkinchisi endi metda havo bo'ladi. Endi nafas ol. Yo'q, havo yo'q. Tezroq chiqib ketish kerak betdan. Yo'q, chiqarmi va yo'q. Shuncha harakat qildim, YouTube buni rekka chiqarar. Bo'pti do'stlar, shu bilan videomiz yakunlandi. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha